Bu dunyoda menga jondan azizlarim, Allohimga umri aziz lazizlarim, sizga bitay g'ubori yo'q dil so'zlarim, omon bo'ling yuragimga yaqinlarim. Tinglab mening kimtik ko'ngil nolishlarim, taskin bergan ham yaqin u olislarim, yuragida har tilagi xolislarim, omon bo'ling yuragimga yaqinlarim. Og'a inam, opa singlim, qondoshlarim, siz hayotim yo'lidagi yo'ldoshlarim, dardim olar, dardlarimga dardkashlarim, omon bo'ling yuragimga yaqinlarim, omon bo'ling yuragimga yaqinlarim. Allo, assalomu alaykum. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshimiz. Savollaringiz yaxshimi? Rahmat Kotakon. Bugungi Shukrona kun, tavallud ayyom, 61 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Alisher aka, ayni damda O'zbekistondan aloqaga chiqyapmiz. Yaqinimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Boshlovchi Nigina Nasullayeva bilan suhbatlashmoqdasiz. Shukrona kuningiz munosabati bilan. Savollaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zbekiston tinchmi? Rahmat, Allohga shukr, ko'z tegmasin. Shukrona kuningiz munosabati bilan sizga ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, ushbu tabriknomani kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. Farzandlarim, umr yo'ldoshim, aka-ukalarim qilishi mumkin. Albatta. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi kuyovingiz Sherali aka tabriklamoqdalar. O, Sheralboy. Qizingiz Baxtigul opa, nabirangiz Gulchehraxon, Gulsanam, O'g'iljon, Asilbek, Aylibek, qudalaringiz Fayzulla aka, Qurbonoy momo. Rahmatulloh, katta rahmat. Jujuqlarim tinch, mana hammasi. Malades. Buasini unutmabdi jujuqlarim. Ruxsat bersangiz, kuyovingiz Sherali aka hamda qizingiz Baxtigulxonni sizga yozgan ushbu ajoyib tabriknoma, dilnomalarni o'qib eshitiraman. Mayli, eshitaylik qani. Rahmat. Kerak emas menga go'zal qoshonalar. Qadam bosing, oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysan, do'stu dushman mastonalar, so'zi bor uyning fayzi o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Assalomu alaykum davlatim, dadajonim. Sizni bugungi Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hamisha sizga sog'lik, omonlik, bitmas tuganmas baxt, boylik, boqiy umr. Shu umrga yetgulik omadlar tilaymiz. Kulgan yuzlaringizdan g'amni, kulgan ko'zlaringizdan aslo namni ko'rmaylik. Xursandchilik yonlari davomli bo'lsin. Doim xursand, doim shodon yurishlik nasib qilsin. Bu dunyoda shunday baxtli yashangki, mana men degan baxtlilar baxtingizga havas ila qarasin. Ilohim 100 yoshlarga kiring. 100 yoshlarga kirganingizda ham bizlarga sizni tabriklashi nasib qilsin. Allohim sizni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan asrasin. Oqibatimizga, axirchiligimizga ko'zlar tegmasin. Bizlarni qilayotgan duolaringiz sabab mana shunday martabalarga erishib yuribmiz. Hayot yo'llarimizda sinmasligimiz uchun suyangan tog'imiz, tirgagimizsiz. Bizlarni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib bering. Uylarimizda, to'ylarimizda, uyimizning to'rida, uyimizning fayzi bo'lib duolar qilib turmoqlikni nasib aylasin Allohim. Men sizni o'z otamdek yaxshi ko'rib hurmat qilaman. Boringizga shukr. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin, mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kam. O'tkinchi dunyoda chekmang g'am, alam, yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya ushbu ajoyib she'riy satrlar bilan yakunlagan ekanlar. Rahmat, katta rahmat farzandlarim ya. Ilohiy umrlar uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin ustimga. Sizni ham aytadigan tilaklaringiz bormi? Nima ham deyman, shu bolalarim sog' salomat bo'lsin, ustimga hammasi tinch bo'lsin.
Avvalo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz tinch bo'lsa, bizlar tinch. Bizlar sog' salomat bo'lamiz. Bolalarimiz tinch bo'ladi. Shu ustimizga sog' salomat yursalar bo'ldi. Bizga ulardan hech narsa kerak emas. Faqat ularning sog'ligini biz tilaymiz, tamom. Ota-onaga eng asosiy bolalarning sog'ligi kerak. Eng ulug' ne'mat ota-onaga bolalarning sog'ligi. Ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Sizga ham katta rahmat. O'sha O'zbekistondan turib mana shuncha kishini ko'nglini olgan bo'libsiz. Sizga ham katta rahmat. Oila a'zolaringizga, hammalariga uzoq umr, yaxshi kayfiyat tilayman. O'zbekistondagi barcha insonlarga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Rahmat kattakon. Har doim shunaqa xursand, shunaqa shodon yurishlik nasib qilsin. Hamisha hardam yaqinlar, farzandlar ardog'ida bo'ling deymiz. Yana bir bora yaqinimga tabrik loyihasi ijodkorlari hamda boshlovchi Miyamnigina Nasullayeva chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaqinlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Salom, rahmat kattakon. Tashakkur. Salomat bo'ling. Bar. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Ah mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasın. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasın. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Amin.